Salom, qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan o'sha jigarli o'yin bo'ldi. Demayman, chunki hali bo'lganim yo'q. Sizlarga hali ko'p narsalarni o'rgatishim mumkin. Xo'p. Men hozir ustimda turgan mana shu oq kamuflyaj kostyumini qanaqa qilib olishni ko'rsataman. Adashmasam, уже mana shu mashq maydonida o'sha poligonda 4 xil mana shunaqa bo'lsa kerak kamuflyaj. Bitta xili mana bu yerda turadi. Hammasi qiynalib mana shu tarafga chiqib o'tirgandan ko'ra qaranglar. Ko'rsataman, osonroq yo'lini ko'rsataman. Ham chiqish joyi bor, mana bu yerda chiqish joyi bor. Hamma bilsa kerak agar. Mana shu yerda chiqish joyida oldida mana bu yerda samolyotlarni turibdi, mana shu yerda kamuflyaj turibdi. Agar mana shu ustimdagi oq mana shu oq qayerdan keldi desanglar, nimaga qayerdan olsa bo'ladi deganlar bo'lsa, hozir mana ko'rsataman sizlarga. Bitta bombочка olaylik. Ikki marta sakratib oldim. Mayli, ishni qo'ying. Chiqaramiz. Sen bitta chiqaramiz ekan. Tarafdan chiqamiz. Ana. Cho'ta bugun yaxshi bo'lmayapti. Cho'ta bugun chap tarafim bilan turganga o'xshayman. Bu joyini kesib tashlayman. Hozir men sizlarga bitta bombочка olib yetarlicha